Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 7-iyundan 10-iyun kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 7 va 8-iyunda Qoraqalpog'iston Respublikasida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 7, 8 va 10-iyunda 15-20 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. 7 va 8-iyunda 20-22 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 15-20 darajalik. Faqat 8-iyunda 17-22 darajalik bo'ladi. Kunduzi 30-35 darajalik. Faqat 8-iyunda 28-33 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 7 va 9-10-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 18-23 darajalik. Kunduzi 7-8-iyunda 32-37 darajalik. 9-10-iyunda 30-35 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 darajalik. Kunduzi 7 va 8-iyunda 32-37 darajalik. 9-10-iyun kunlari 30-35 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 9-10-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 18-23 darajalik. Kunduzi 7-iyunda 33-38 darajalik. 8-10-iyungacha 35-40 darajalik bo'ladi. Farg'ona vodiysi viloyatlari, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-iyunda 16-21 darajalik. 8-10-iyungacha 18-23 darajalik. Kunduzi 7 va 8-iyunda 32-37 darajalik. 9-10-iyun kunlari 30-35 darajalik bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'oldi hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq vaqtida 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 7-iyunda 10-15 darajalik. 8-10-iyungacha 12-17 darajalik. Kunduzi 7 va 8-iyunda 23-28 darajalik. 9-10-iyunda 20-25 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr salomat bo'ling.